Og'aynimga bitta og'aynimga bitta olib kelganman. Agar hozir ana shu og'aynim yo boshqasi oranjeviyni olib ochsa o'zi uchun, bitta og'aynimga bittasi bonus narxga beraman. Qani ko'ramiz. Qaysi birini tanlar ekan? Agar oranjeviy tanlasa, bittasini pul olmayman. Narxi 100 ming so'm turadi. Anonsini ko'rasiz. Shahzodma. Biz qarab turinglar. O'sha kuni agar o'shani tanlab olsa, och, yoqqanini tanladi och. O'zi ham ko'radi baribir. Shuning uchun yirtib ochiladi, uni ochilmaydi. Tezroq och. Sarafani o'zi qattiqda mana. Og'aynim ana undan qurib qoldi. Bonus. Agar oranjeviyni olsangiz, shoxga bittasi bonus bo'ladi. Ikkita olaman dedi. Arkini latta ishlab ko'rsataman ekan. Og'ayjon uzun. Qani keldi o'sha? Buni qaranglar. Oldilar bo'yin, artda kapot bilan. Artda. O'sha aytganimda bitta latta bilan 3 ta mashinani Duboy jo'natdi. 3 ta mashinani bemalol artsa bo'ladi. Buni qaranglar. O'ynani marta doq qoldirmasdan ko'rsatishdi. Xo'p. Qani doq? Даже suvni sarafinalar ham qolmayapti. Beqiymatda. Quruq bo'ljoy. Ko'ryapsizlarmi? Yusuf! Hey Yusuf! Mana shu og'aynim bonusdan qurib qoldi. Sen shoxini bonusdan qurib qoldi deb. Agar hozir oranjeviyni tanlasangiz, shoxga bittasi bonus bo'ladi. Mana ki o'ynayda qoldirmaydim deganlar uchun bitta artiladi, mana buni tushunadi. Uni ichidan davom deydi. Ha, mana qarang. Men shartlardan oyna o'stirib chiqib ketaman, nima? Ha, artmagansan umring davomida. Yo'q, doq qolmaydi, o'lmaydi. Shuncha artda hali latta ham nam degan narsa yo'q hali ham. Chunki buni ikki tarafi ham sochiqli bo'ladi, ikki tarafi ham suv surishlaydi. 3 ta mashinani artsa bo'ladi. 2 litr suvgacha o'zi tortadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qayerga bordim bilasizlar. Sochay tomosha.